Agar sizda dumg'aza, qo'ymich, tizza va tovon sohasida kuchli og'riq bo'lsa, bu og'riqni qoldiruvchi zo'r usul bor. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Buning uchun 6 ta analgin tabletkasini olib, yaxshilab ezamiz va 1 idish yod va 1 idish yodga teng adikalon bilan aralashtirib, og'riyotgan joyga suramiz va 1 soat davomida kompress qilib qo'yamiz. Bunda og'riq butunlay yo'qoladi. Bu videoni oyog'ida doimiy og'rig'i bor yaqiningizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'ladi. Agar sizda dumg'aza, qo'ymich, tizza va tovon sohasida kuchli og'riq bo'lsa, bu og'riqni qoldiruvchi zo'r usul bor. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Buning uchun 6 ta analgin tabletkasini olib, yaxshilab ezamiz va 1 idish yod va 1 idish yodga teng adikalon bilan aralashtirib, og'riyotgan joyga suramiz va 1 soat davomida kompress qilib qo'yamiz. Bunda og'riq butunlay yo'qoladi. Bu videoni oyog'ida doimiy og'rig'i bor yaqiningizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'ladi.